Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlarga sizning uyingizga dushmanlar kirmasligi uchun juda zo'r narsa o'ylab topdim. Qani unda ketdik. Videoni boshlashdan oldin kanalimga podpiska va obuna tugmasini bosib qo'ying. Like ham esingizdan chiqmasin. Qani unda ketdik. Mana biz o'yinga kirib oldik. Yangi kartaga kirib oldik. Meni sherigim Lina, qani unda ketdik. Bizga kerak bo'ladigan narsalarni hozir sizga saralab beraman. Bizga kerak avval hamma narsani to'kib olamiz, chunki qo'lda hech narsa qolmasligi kerak sizlarga ravon ko'rsatish uchun. Xo'p, bizga kerak bo'ladi xuddi mana shunday narsa. Xuddi mana shunday narsa kerak bo'ladi. Keyin mana bu dastak va chiroq, keyin esa fonarik kerak bo'ladi. Fonarik. Yo'q, fonarik emas. Arqon kerak bo'ladi. Biz xuddi mana lina tergandek toshni terib chiqamiz va har bir aytgancha bitta narsa esdan chiqibdi. O'q olish esdan chiqibdi. O'q olamiz. Har bir ichiga o'qni joylaymiz. Bu qurolda bu. Zombilar uyingizga kirmoqchi bo'lsa, zombilarni o'tkazmaydi. Juda yaxshi qurol. Endi har birini ustiga bossangiz bosib bo'lmaydi, shuning uchun mana bunday qilib turib hammasini ustiga chiqarib olamiz va orqadan detallarni olib tashlaymiz. Hammasini ustiga mana shunday qilib chiqarib olamiz. Mana bunga chiqarilganmi? Demak, qolganlarga ham chiqaramiz. Mana yonidan chiqarsak ham bo'laveradi. Mana o'zingiz ko'rganingizdek chiqarib olganimizdan keyin videoni davom ettiramiz. Mana men sizlarga aytganimizdek chiqarib oldim va mana bu dastak bilan har biriga o'rnatib chiqamiz. Keyin arqon bilan har biriga bog'laymiz. Mana ular joylashdi bir-biriga. Mana har biri shunday qillaydi. Bo'ldi. Bu tayyor. Endi mana nimadir ana shunday o'q uzadi va fonarni qo'yadi. Xohlasangiz mana bu pianino bor. Pianinoni bosasizda har birini ustiga qo'yib chiqasiz. Har biridan o'tganda musiqa chaladi. Xohlasangiz buni hozir sizlarga jonli kirib ko'rsatib beraman. Mana sizlarga men jonli kirdim va mana shunday har bir o'qingizda sizga o'q otadi. Zombilar o'tganda zombilarga o'q tegdi boshlaydi. Mana buni ikkita kamaytirsangiz bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa, kanalga like va podpiska tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha